Janoza. O'zbek xalqi bugun tongda og'ir judolikka uchradi. Afsuski, El Ardog'dagi taniqli inson 54 yoshda vafot etdi. Oila a'zolariga ta'ziya bildiramiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Jurnalist Muharrama Pirmatova 54 yoshda vafot etdi. 1993-yil Toshkent davlat sharqshunoslik instituti arab filologiyasi fakultetini bakalavr, 2000-yilda esa aspiranturasini tamomlagan. Marhuma xalqaro jurnalist sifatida O'zbekiston Milliy axborot agentligida faoliyat yuritgan. Dolzarb mavzulardagi maqolalari bilan tanilgan, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.